Bloger bo'lishni xohlaysiz, lekin noldan boshlashni istamaysizmi? Biz sizga tayyor YouTube kanallarni sotib olishni tavsiya qilamiz. Bizning Telegramdagi YouTube Savdo 24 kanalimiz orqali siz o'zingizga mos bo'lgan YouTube kanalni tanlab sotib olishingiz mumkin. Noldan YouTube kanal ochib vaqtingizni boy bermang. Telegram kanalimiz manzili video ostida. Sariq bola haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Jahongir, familiyasi Xo'jayev. Realhit ko'rsatuvi orqali mashhurlikka erishgan. Mashhur xonanda Guli Asal Xo'jayevaning o'g'li. Sariq bola pitseriyasi asoschisi, aktyor, rejissyor va prodyuser. Biznes sohasida ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Sariq bola oilali. Aktrisa Asal Abdullayevaga uylangan. 8 yil taekvondo bilan professional shug'ullangan. Aristokratlar jamoasi rahbari hisoblanadi. Mercedes-Benz mashinalarini yaxshi ko'radi. Har kuni videolar uchun ssenariylar yozadi. Oliygohda rejissura fakultetini bitirgan. 1995-yil 22 avgust sanasida tug'ilgan. Hozirda 28 yoshda. Payg'ambar oshig'i Hasan nomli filmni suratga olgan. Realhit ko'rsatuvi sabab bir haftada Instagramida million obunachi yig'ishga erishgan. Telefon bilan emas, professional operatorlar bilan syomkalar qiladi. Giveaway konkurslar o'tkazish ustasi. Birinchi o'tkazgan konkursida o'z Mercedes mashinasini o'ynagan. Mashinani Qoraqalpog'istonlik muxlisiga topshirgan. Murat Buildings rahbaridan motivatsiya oladi. Odam ajratishni yomon ko'radi. Juda oilaparvar inson hisoblanadi. Kelajakda ota-onasi bilan birga yashamoqchi. O'zidan kichik ukalari bor. Doimo o'zining kimning farzandi ekanini yashirishga harakat qilgan. Eng birinchi Guli Asal Xo'jayevaning klipida rol ijro etgan. Shahzoda Muhammedovaning eridan uy sotib olgan. Taekvondo bo'yicha jahon chempioni hisoblanadi. Doimo jamoasida pul teng taqsimlanadi. Alisher Uzoqov bilan juda yaxshi munosabatlarda. Pulni saqlab o'tirish emas, biznesga tikish zarur degan fikrda. O'qib yurgan vaqtlari asosan komediya rollarini ijro etishni yoqtirgan. Katta mashinalarda yurishni yaxshi ko'radi. Kinoteatrda kino ko'rish jonu dili. Yoshlikda aktyor bo'laman deb orzu qilgan. Zo'r TVga kelishidan oldin boshqa hech qayerda ishlamagan. Prezidentimiz ishtirok etgan ko'plab tadbirlarda boshlovchilik qilgan. Mustaqilligimiz 30 yilligida medal bilan taqdirlangan. Obunachilarga Mustang ham sovg'a qilgan. Aslida u Mustangning rangi qora bo'lgan. Keyinchalik sariqqa bo'yashgan. Ammo gifdan oldin u mashinani urib olishga ham ulgurishgan. Konsertlariga 1,5 oy vaqtda tayyorlanishadi. Moskvada Realhit uchun 3000 ta odamni bir yerga yig'gan. 110-maktabda o'qigan. Cambridge Learning Center'da ingliz tilini o'rgangan. Ammo keyinchalik uni o'quv markazidan chetlashtirishgan. O'z to'yida otasiga Hyundai Tucson nomli avtomobil sovg'a qilgan. Aristokratlar jamoasi nomi aristokratka qizlar kiyim do'kon nomidan kelib chiqqan. Zo'r TVda ishlab yurgan vaqtlari rahbarlar yig'lashgacha majbur qilishgan. Dubayda Realhit suratga olishayotganda fleshkalarni tortib olishgan. O'sha payt 1,5 soatli video uchun material yig'gan bo'lgan. Eng so'nggi gifni bundan 6 oy oldin qilgan. Kelajakda boshqa gif qilmayman deb o'ziga va'da bergan. Eng birinchi mashinasi Nexia 3 bo'lgan. Undan so'ng Mercedes mashinasini sotib olgan. Hozirda CLS 300 modeldagi mashinada yuradi. Qahramonimizning ayoli undan umuman pul olmaydi. Aytgancha, ular bundan 8 yil oldin Zo'r TV telekanalida tanishgan. Asosiy daromadi hozirda Instagramdan. Boshqa bizneslardan kelgan foydani o'sha biznesning o'ziga investitsiya qiladi. Hozirda bitta farzandi bor. Kelajakda yana 5 ta farzandli bo'lishni xohlaydi. Hozirda Instagramda 5 milliondan ortiq obunachilari bor. YouTube kanalida esa 2 milliondan ortiq. Asosiy daromadini uyi va oilasiga ishlatadi. Ukalari kelajagi uchun hozirda investitsiyalar qiladi. Turkiyaga sayohat qilganida shamollab qolgan. Burj Xalifa binosida reklama joylashtirgan. Sariq bola brendi ostida o'yinchoqlar ham ishlab chiqargan. Cho'ntagini hisoblashni yoqtirmaydi. Sariq bola nomini Yulduz Usmonova o'ylab topganlar. Eng birinchi reklamasi uchun $5000 olgan. U reklama televideniya uchun ichimlik reklamasi bo'lgan. Birinchi Instagram posti uchun esa $500 ga reklama olgan. Husayn Gasanov sariq bolaga gif qilaylik deb taklif bergan. Ular WhatsAppda gaplashishgan va qahramonimiz bunga rozi bo'lmagan. 2024-yilda sariq bola pizzaning 10 ta filialini ochmoqchi. Hozirda esa ularning 6 ta filiali mavjud. Barchasini Jahongir Xo'jayevning o'zlari investitsiya qilib ochgan. Har bir filial uchun kamida $150,000 pul sarflangan. Bir kompaniya reklamasi uchun bitta postiga $18,000 olgan. Siqilgan vaqtlari Michael Jackson musiqalarini tinglaydi. Grand Mobile juda tezlik bilan mashhurlikka erishayotgan o'sha atmosferali statusini olamlar qiladi. Hovlilar Pitseriya biznesi
gullab yashnasa qolgan barcha bizneslaridan kechishi mumkinligini aytgan. Milliy taomlarni yoqtiradi. Onalariga aya deb murojaat qiladi. Hovlilarda gullar va noyob daraxtlar yetishtirishadi. O'zining eng yulduzli vaqti Real Hitda chiqib yurgan vaqtlari deb hisoblaydi. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvda unga prank qilishgan. 1 yil davomida akrobatika bilan shug'ullangan. Hayvonlarni yaxshi ko'radi. O'zini bir so'z bilan shoumen deb hisoblaydi. Ayol kishiga eng ko'p e'tibor berish kerak deb hisoblaydi. Qahramonimizning eng katta orzusi ota-onasining roziligini olish. Kelajakda Mo'min Life bilan kollaboratsiya ishlashmoqchi. 2024-yilda serial olish maqsadi mavjud. Ushbu serialni o'zining